Assalomu alaykum, meni kuzatadiganlar. 29-dekabr kuni yangi yil tabriki haqida bir video chiqaruvdim. O'shaning davomini osib qo'yaman-da. Ko'ringlar. Podpiska bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Do'stlar, birodarlar, qadrdonlar, yaxshi yursizlarmi? Zamon endi Saxalinda yuribmiz. O'sha Ozod akasi. Ozod ukasi. Ozodjiyan. Ozodjiyan. Istamaliya. Shu yurtbanda shunday yurtbizda. Rasvoqildim, xaratni rasvoqildim. Ataylab qildimmi? Ne qilmay? Qo'zg'algan bor. Yo, masalan, men buni ko'p ichganman, tagi turib qolsa, aralashtirsangiz qaymoq. Keyin aralashtirasan-da endi. Ha, qaymoq bilan birga aralashtirmoqda. Undan keyin ichish приятный bo'ladi. Men buni chiroyli ko'rdim. Ta'mini Aralashtirib ichaman, aralashtirmay ichaman. aralashtirib ichaman. Bizi barmen jo'ra borda, to'g'ri chiroyli, lekin aralashtirsangiz ham qaymoq bor-ku, tagi bilan ham aralashtirib. Понятно. Qanday dashlaydi tashabizda. Ha, hammani kelayotgan yangi yillari bilan tabriklaymiz. Yangi yilni hamma har yoqda yaxshi kutib olinglar. Yangi yil tilaklari. Yangi yil barchaga omadli yil bo'lsin, omad olsin. Futbolimiz chempionatga chiqsin. Uchimizda 3-o'ringa. Men shu 2-3 o'rin deb o'ylayapman. Men 1-o'rinni ola olmayman. Sen nima deyapsan futbol? Futbol birga o'tdi. Men xursand bo'lganim chempionatga chiqdi. Mana shundan xursandman. Endi qarasang, qaysini aniqlayapsan? Ya men futbol jamoasini bilmayman, lekin No, O'zbekiston endi 1-o'rinmi, 2-o'rinmi shuni aytib ne? O'zbek sela. 2 yo 3. Ana prognoz deydi-ku. O'zbek sela. Mana O'zbek sela, mana. O'zbek sela. Ayni bizda yo'q O'zbek selasi. O'zbek sela. Ha, mana O'zbek sela. Hammasi qildi. Dachalar quryapmizku. Davay, sog'lik, omonlik hammaga yangi yilni yaxshi kutib olinglar. Hammani 2026-yil o'ylagan yaxshi niyatlariga yetishini tilab qolaman. Nima deydi? 2025da ushalmagan orzular 2026da ushonishini Xudodan so'rab qolaman. Yaxshi niyatlar faqat. Hammaga salom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Karistiyadi. Ana uylanmaganlarga xotin bersin. Endi u sama saboy. Uylanmaganlar uylansin, arazlashib yurganlar yarashsin, yarashgisi kelsa. Xudoga shukr, biz hech kim bilan arazlashmaganmiz. Hatto ozod sutkan. Ozod sutga. Kim biladi sutishini? Mayli, sog'lik, omonlik. Omonlikda ko'rishguncha.